Ahmadbeyjon Erjilasun, Gulnor 11-qism. Askarlik va maxsus topshiriq. O'sha kuni Gulnor Odil Tursunovni xonasidan topa olmadi. Keyingi kunlarda ham Tursunov ko'rinmadi. Gulnor o'z iztirobidan lazzatlanadigan darvishlarga o'xshab qolgan edi. Goh-goh Muhammad Solihning uyiga borib, ko'ngliga tasalli axtarardi. Uning uyida do'stlari to'planishardi. Ma'lum bo'lishicha, Muhammad Solihni KGBga chaqirib, so'roqqa tutishgan, keyin qo'yib yuborishgan. Balki uni qo'yib yuborib, nima qilishini kuzatishmoqchi bo'lishgandir. Odildan esa hech xabari yo'q edi. Bu hammani qiynardi. Ammo bundan eng ko'p qiynalgan ham yana Gulnor bo'ldi. Rauf Parfi ichkin she'rlari bilan uning yarasiga malham bo'lmoqni istardi. Sharif Jamol esa hikmatli so'zlar bilan taskin berar, Aydar Usmon faqat kulimsirardi. Oydin xonimning esa qalbi sof va muammosiz edi. Gulnor uchun bu sof yurakli inson bag'riga boshini qo'ymoq balki hammasidan yaxshiroq edi. Muhammad Solihning sovuqqonligi orqasida muhaqqaq bu sof va biror muammosiz yurakning sukunati bor edi. Gulnor Qorlig'ashev bilan aloqasini birdan uzmasligi kerak degan qarorga kelishdi do'stlar. Gulnor guruh to'g'risida muhim bo'lmagan xabarlarni Qorlig'ashevga raport qilishda davom etadigan bo'ldi. Gulnor bu soxta danoslarni Qorlig'ashevga olib borar ekan, qattiq azob chekardi. Yaxshiyam Qorlig'ashev u bilan sovuq gaplashardi. Raportni berib, Gulnor tez tashqariga chiqardi. 1986 yilning oktyabrida O'g'iz tumanini askarga oldilar. Tuzla piyoda maktabining kazarmalarida odam ko'p edi. Ertalab tongda turib chopmoq, yugurmoq O'g'izga yoqib qolgan edi. Yonidagi do'stlarining shikoyatini u hech tushunmasdi. Askariy hayot uni yosh bolaga aylantirgandi. Bir botqoq joyga askarlarni olib borib, yod va tur amirlarini takrorlab tinkasini quritgan bir polkovnikni hech unuta olmaydi. Bu yod turlardan so'ng necha marta yuvindi eslay olmaydi. Faqat miltig'i bilan kiyimlari shu qadar ifloslangandiki, zo'rg'a tozalagandi. 1987-yili O'g'izni piyodalar maktabidan Anqaraga chaqirishdi. Qarorgohda qo'mondonning kabinetiga kirguncha O'g'iz nega chaqirishganini hali bilmasdi. Stol orqasidan chiqib O'g'izga tomon yurgan polkovnik "Xush kelding, o'g'lim" deya uni qarshiladi. "Sog' bo'ling, qo'mitanim", dedi O'g'iz poshnalarini bir-biriga urib. O'g'iz "xo'jam" so'zi o'rniga "qo'mitanim" degani uchun o'zidan mamnun edi. Chunki bir necha marta "qo'mitanim" deyish o'rniga "xo'jam" deya uyalib qolgandi. "O'tir, O'g'iz", dedi polkovnik. "Seni maxsus topshiriqni bajarish uchun chaqirdik." "Amr eting, qo'mitanim", dedi O'g'iz. "Iroqda nimalar bo'layotganidan xabaring bordir", dedi polkovnik. "Bu bo'lga bizni ikki nuqtai nazardan qiziqtirmoqda. Birinchisi, u yerda PKKchilar uya qurmoqdalar. Ikkinchisi, iroqli turkmanlar masalasi." O'g'iz turk armiyasining bosh qo'mondonligi qarorgohida iroqli turklar mavzusi ochilganidan hayratga tushgan edi. Arzirumli do'sti Mohir ko'z oldiga keldi. U bilan Iroq turklari haqida ora-sira gaplashib turardi. "Ha, qo'mitanim, Iroq turklarining borligini bilaman. Hatto ulardan do'stim ham bor", dedi O'g'iz. "Sening bir muddat Iroqda qolishingga to'g'ri keladi. Faqat ketishdan avval 3 oy maxsus tayyorgarlikdan o'tasan." Tayyorgarlik dasturida Iroq turklari va PKK ko'p joy olmagan edi. Barzoniy va Talaboniy haqida ham ma'lum bo'lganidan ortiq informatsiya yo'q edi. Programmaning askariy qismi kurash va boshqa jismoniy mashqlarga ajratilgandi. Yana tashviqotning psixologik tamallari haqida darslar o'tilardi. O'g'iz Iroqning Arbil shahriga kelganida aprel oyining o'rtalari edi. U Turkiya Qizil Oy jamiyatining ma'muri sifatida kelgandi. Muhtoj bo'lganlarni oziq-ovqat bilan ta'minlash uning zimmasida edi.
Qiziloy bir oy ishlaganidan keyin Arbilda o'z vakili o'laroq O'g'izni qoldiradigan bo'ldi. O'g'izdimonning asl vazifasi tarqoq turkman guruhlarini yarashtirib birlashtirmoq edi. O'g'iz qisqa vaqt ichida Iroq turklari lahjasida bemalol gaplasha boshladi. Uning Iroq rejimi tarafdan qatl qilinib, xalq orasida afsonaga aylangan turkman lideri polkovnik Abdurahmon va dotsent Najot Qo'choq haqidagi samimiy suhbatlari turkmanlar o'rtasida uning obro'sini oshirgan edi. Ayniqsa Abdulvohid Ko'zachi o'g'li va Abdurahmon Qiziloy kabi qo'shiqchilarning Turkiyada muxlisi ko'p ekanini ta'riflashi Iroq turklarini O'g'izga yanada yaqinlashtirgandi. O'g'iz kichik guruhlar tarafdan sevilgan insonlar, barcha guruhlar ichida obro'yi bo'lgan shaxslar haqida ko'proq gapirardi. Bu tarqoq guruhlarni birlashtirishning ta'sirli uslubi edi. O'g'izning Turkiya tarafdan maxsus topshiriq bilan kelganligi Iroqdagi turk liderlarining qulog'iga yetgandi. O'g'izning samimiy va prinsipli harakatlari uni Iroq turklari orasida obro'li bir kishiga aylantirdi. O'g'iz tez-tez Mosul, Kirkuk, Tuz-Hurmat va hatto Xonakingacha ham borib kelaverardi. Bir necha marta Bag'dodga ham bordi. O'g'iz o'z obro'sining darajasini bilardi, ammo guruhlarni birlashtirish oson ish emasligini ham bilardi. Odamlardagi manmanlik, manfaatparastlik, qo'rqoqlik va keraksiz darajada jasurlik birlashishga to'siq bo'layotgan edi. Shunga qaramay 1988-yilning aprelida O'g'izning o'z ishida anchagina muvaffaqiyat qozonganini aytish mumkin edi. Apreldan boshlab O'g'izning ishini Turkiyadan kelgan boshqa bir zobit Ilkar Damir davom ettiradigan bo'ldi. U ham Qiziloy ma'muri sifatida kelgan edi. 15-apreldan O'g'iz jamoat bilan xayrlashdi. U o'z o'rniga jasur, dono va oqil bir ofitser kelganidan mamnun edi. Xayrlashuv kechasida Iroq turklari o'qigan qo'shiqlar yuragini vayron qilgan edi. Bu odamlardan ayrilish oson emasdi. O'g'iz Anqarada ishlarini tamomlab, Arzurumga qaytishga hozirlanayotgandi. Ahmadbey domlaga telefon qilib, hol-ahvol so'ramoqchi bo'ldi. Professor Ahmadbeyjon uni qo'yib yubormadi va davom etdi. "Qachon ketyapsan?" deb so'radi u. "Ertaga", dedi O'g'iz. "Unday bo'lsa, bu oqshom seni mehmon qilaylik", dedi Ahmadbey. "Ovoragarchilikning keragi yo'q, xo'jam", dedi O'g'iz. "Nimasi ovoragarchilik?" dedi Ahmad. "Iroq turklari haqida ham senga savollarim bor." Professor Ahmadbeyjon Anqaraning Bog'chaliyevlar mahallasida yashardi. O'g'iz bu uyni topaman deb ancha sarson bo'ldi. Nihoyat topdi. "O'g'iz, bu yangang, Gunashbeyjon", dedi professor o'z xotinini tanishtirib. "Mamnun bo'ldim, xonim afandim", dedi O'g'iz. "Mamnun bo'ldim, O'g'iz", dedi Gunash xonim. O'g'iz Gunash xonimdan tortinib turardi. Gunash xonim adabiyotchi edi. Ahmad domla uning mavzusi biz tilchilarniki kabi quruq emas, dedi va qo'shib qo'ydi. "Bilmayman, sen eshitdingmi, adabiyotchilar tilchilar haqida gak-ko'kchilar deyisharkan." Gunash xonimning ko'zlari yashil edi. O'g'iz Gulnorni esladi va Ahmadbey domlaga murojaat qilib, "Xo'jam, O'zbekistondagi do'stlardan biror xabar bormi?" dedi. "Afsuski yo'q", dedi domla. "Kelajak oy ulardan xabar olamiz inshaalloh." "Qanday qilib?" "Iyul oyida Bokuda turkshunoslik bo'yicha bir anjuman bor. O'rxon Nodiy olib boradi. Bir ish chiqmasa, men ham bormoqchiman. Shartnomaga ko'ra butun Sovet Turk respublikalaridan bittadan vakil qatnashishi kerak. Inshaalloh o'zbek do'stlarimizdan ham bir necha kishi qatnashar", dedi O'g'iz. Keyin soat 11gacha Iroq turklari folklori haqida suhbat qilishdi. Professor Ahmadbey O'g'izga doktorlik ishingni Iroq turklarining xalq qo'shiqchiligi mavzusida qil deb maslahat berdi. Ammo O'g'iz mavzuni allaqachon tanlaganini bildirdi. Mavzu ish joylariga xorijiy nom qo'yishning sotsial va psixologik sabablari, dedi O'g'iz. "Juda uzun nom, lekin qiziqarli mavzu.
Tezroq yozib tamomlashingni kutamiz, dedi Ahmadbeyjon. Ba'zan sizdan maslahat so'rashimga to'g'ri keladi, dedi O'g'iz. Albatta, istagan paytingda kel. O'g'iz xayrlashar ekan, birinchi marta mehmonga chaqirilgan uyga qo'li bo'm-bo'sh hadyasiz kelganini esladi va o'zini koyidi. Siz turk yozuvchisi Ahmadbeyjon Erjalasun qalamiga mansub Gulnor romani audio kitobining 11-qismini tingladingiz. Uni Qudrat Bobojon seslantirdi. Davomini YouTube'dagi Eltus kanalining kelgusi yoyinlarida kuzating.